بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz ve muhterem mehmonlar, uzoq yaqindan ziyofat sohiblarining takliflariga javob berib, bosgan qadamlaringiz uchun Alloh hasanatlar yozsin. Hammamiz uchun muhtaram Sobir hoji otamiz farzandlari Islomjon karimalarining nikoh to'ylari munosabati bilan dasturxon yozibdilar. Alloh ularning xulus niyat bilan bergan ziyofatlarni qabul aylasin. Yangi qurilayotgan oilani xayrli, fayzli, barakotli, solih, kelajakda ko'rganlar, eshitganlar havas qiladigan risoladagidek oilalardan bo'lmoqligini Alloh nasib etsin. Uzatilayotgan qizimizni yangi xonadonlarga bosadigan qadamlarni qutlug', barakali aylasin. Dinimiz islom biz uchun sharaf, biz uchun faxr. Mo'min musulmon bo'lish banda uchun eng katta ne'mat. Mo'min musulmon bandalar o'zlarining dinlarini, tabiatini yaxshi bilishlari kerak. Islom dini qanday din? Islom dini go'zal xulq dinidir. Islom go'zal xulq desak yanada aniqroq bo'ladi. Islomiyatni insoniyatga yetkazgan zot Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarida payg'ambarliklarning mohiyatini e'lon qildilar. Innama bu'ithtu liutammima makarimal axloq. Va fi rivoya innama bu'ithtu liutammima solihal axloq. Men payg'ambar qilib yuborildim barcha go'zal xulqlarni mukammal qilish uchun. Payg'ambarlik mohiyatini ana shunday e'lon qildilar. Men payg'ambar bo'lib keldim barcha go'zal xulqni insoniyatga yetkazish uchun. Barcha go'zal xulqni insoniyatga yetkazgan zot Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari barcha go'zal xulq sohiblari edilar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan Rasulullohning xulqlari to'g'risida so'radilar. Rasulullohning xulqlari qanday edi degan ma'noda. Shunda Oysha onamiz dedilar: "Kana xuluquhul Qur'on." Rasulullohning xulqlari Qur'on edi. Qur'oni Karimdagi barcha makarimul axloq, go'zal xulq Rasulullohda mujassam edi. Payg'ambarimiz alayhissalom Qur'oni Karimning tirik tarjimasi edilar. Jonli ko'rinishi edilar. Islomning jonli ko'rinishi edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom yana aniqroq aytsak islom edilar. Tirik Qur'on edilar. Barcha go'zal xulq mujassam edi. Chunki insoniyatni go'zal xulqqa da'vat qiluvchi, targ'ib qiluvchi zot ana shunday bo'lishlari kerak edi. Addabani robbi fa ahsana ta'dibi. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Menga Robbim odob berdi. Odobimni go'zal qildi dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomga go'zal xulqni, go'zal odobni bergan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zidir. Xulq degani, go'zal xulq degani
biz o'ylagandan kengroq mavzu. Ulamolarimiz go'zal xulq bu juda keng ma'noda dedilar. Qanday? Xulq, husnul xulq ma'allohi azza va jal. Go'zal xulqing eng yuqori cho'qqisi Alloh taolo bilan bo'ladigan go'zal xulq dedilar. Mana bu narsani hali ko'pchilik anglagani yo'q. Alloh taolo bilan bo'ladigan bandaning go'zal xulqi qanday bo'ladi? Alloh taolo bilan bo'ladigan bandaning go'zal xulqi unga bandachilik qilish bilan bo'ladi. Banda Alloh taoloning huzurida go'zal xulq sohibi bo'ladi agar bandachiligini qilsa. Mana buni hali ko'pchilik anglagani yo'q. Mani xulqim go'zal desak, u Alloh taoloning buyrug'ini qilmasak, u go'zal xulq emas. Bandachiligini qilish nima bilan bo'ladi? Bandachiligini qilish uning amrlarini bajarish bilan va qaytargan ishlaridan uzoq bo'lish bilan bo'ladi. Bandachilik qilish uning hukmiga rozi bo'lishlik bilan bo'ladi. Bandachilik qilish uning qismatiga rozi bo'lishlik bilan bo'ladi. Bandachilik qilish unga Alloh taolo tarafidan kelgan sinovlarga roziligi bilan bo'ladi. Haqiqiy Alloh taologa banda bo'lgan qul dod-voy demaydi. Hali u yetishmayapti menga, hali bu yetishmayapti menga demaydi. Shikoyat qilmaydi. Agar shikoyat qilsa Alloh taolodan shikoyat qilgan bo'ladi. U yog'im og'riyapti, bu yog'im og'riyapti, mazzam yo'q, dod-voy desa, ana shu sinovni yuborgan zotdan shikoyat qilgan bo'ladi. Bu yog'ini tortaman, bu yoqqa yetmayapti, bu yog'ini tortaman, bu yoqqa yetmayapti deb shikoyat qilsa hayotidan, qismatidan Alloh taoloning ustidan shikoyat qilgan bo'ladi. Bu bandachilik emas. Haqiqiy banda Alloh taoloning qismatiga rozi bo'ladi. Alloh taolo meni qismatimga, taqdirimga nima bitgan bo'lsa, men roziman deydi. Alloh taolo oldimi o'zi biladi, men roziman deydi. Ana shu go'zal xulq sohibi bo'ladi. Alloh taolo bilan bandaning go'zal xulqi. Ikkinchi ko'rinishi dedilar ulamolarimiz, husnul xulq ma'ar rasul sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan ummat bo'lgan bandaning go'zal xulqi dedilar. Rasulullohning oldida ummatning go'zal xulqi qanday? Rasulullohning oldilarida ummatning go'zal xulqi Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarini yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi ko'rgan ishlarni yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz alayhissalom yoqtirmagan ishlarni yoqtirmaydi. Ana shu Rasulullohning oldilarida go'zal xulqi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom zikr qilingan paytda salovat aytadi. Payg'ambarimiz alayhissalom oldilarida tovushlarni ko'tarmaydi. Odobini saqlaydi. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak hadislarini hurmatini joyiga qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda, muborak so'zlarda bunday degan ekanlar desa, o'tiradi eshitadi. Imom Malik rahmatullohi alayhi shogirdlari yo'lda ketayotib, Imom Malikdan bir hadis to'g'risida so'radilar. Mana bu hadisni nima deysiz desalar, javob bermadilar. Indamay ketaverdilar. Yo'lda yana so'radilar, yana indamay ketaverdilar. Axir borib bir joyga to'xtaganda, bilasanmi, senga nima uchun javob bermadim? Nima uchun javob bermadingiz? Chunki yurib ketayotganda payg'ambarimiz hadislardan so'radi. Men yurib ketayotib Rasulullohning so'zlarini aytib kelmadim. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarini oldida go'zal xulq. Ana shunday bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar muborak so'zlarda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Haqiqiy mu'min komil bo'la olmaysiz. Men keltirgan narsaga
Havoyi nafsingiz tobe bo'lmaguncha dedilar. Men keltirgan narsaga havoyi nafsingiz tobe bo'lsin. Bo'ldi, Rasululloh aytdilarmi? Bo'ldi, mana shu haq. Qabul deb nafsimizni shunga tobe qilsak, biz haqiqiy mo'min ekanmiz. Ana shu go'zal xulq bo'ladi. Rasululloh aytgan bo'lsalar, qani men bir o'ylab ko'raychi, nafsimga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Desa Rasulullohning oldidagi go'zal xulq emas bu. Buni to'g'ri tushunib olish kerak. Ana shunday xulq bo'ladi, ana shunday ehtirom bo'ladi. Yana ulamolarimiz dedilar: Husnul xulq ma'al malaika. Malaikalarning oldida go'zal xulq dedilar. Hammamizning yelkamizda malaika bor. Malaikalar qilgan ishlarimizni yozib turibdi. Yaxshiligimizni ham, yomonligimizni. Har bir bandada kuzatuvchi, hofiz malaika bor. Farishtalar bor. Ana u bilan musulmonning go'zal xulqi qanday bo'lish kerak? Ulamolarimiz aytadilar, malaikalarning yozishligiga aytib turgan so'zlari, qilib turgan ishlari go'zal xulq bo'lsin dedilar. Qanday go'zal xulq bo'ladi? Yaxshilik bo'lsin dedilar. Ya'ni malaikalar o'sha bandada yaxshilikni yozsin. Shunda malaikaning oldida bandaning go'zal xulqi namoyon bo'ladi. O'zini tutsin, o'zini ushlasin yomon ishdan. Malaikalar unga yomon ishni yozmasin. Malaikalardan hayo qilsin. Malaikalardan uyalsin. Hozir yelkamda o'tiribdi, yozib turibdi, qilayotgan amalimni deb unga yaxshilikni imlo qilsin. Yaxshilikni aytib tursin. Mana buni yoz deb. Ana shunda malaikaning oldida go'zal xulqi namoyon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yarim kechasi saharda tahajjud namoziga turganlarida misvok ishlatar ekanlar, tahorat qilsalar. Tahajjud namozini qop-qorong'i uyga kirib olib, hech kim yo'q joyda o'qiladi. Hech kim ko'rmaydi o'qiganingiz. Saharda turib. Ana shu hech kim ko'rmaydigan joyda namoz o'qish uchun turganlarda tahoratda misvok ishlatar ekanlar. Hech kim yo'q-ku. Misvok ishlatishda nima hikmat? Desalar, chunki insonda farishta bor. Farishtalar ham ozor topmas. Ana go'zal xulq sohiblari ana shunday bo'lganlar. Hatto farishtalarni o'yladilar. Ularni mulohaza qildilar. Hali bu bizning xayolimizga ham kelmagan. Ulamolarimiz aytadilar, go'zal xulqning yana bir ko'rinishi husnul xulq ma'al xalq. Insonlarning oldida go'zal xulq. Bir zot aytadilar, insonlarning oldida go'zal xulq nima bilan bo'ladi? U zot dedilar, kafful adha va bazlun nada va talaqatul vajh. İnsanların oldida go'zal xulq 3 ta so'zga hammasini mujassam qildilar. Kafful adha. Kafful adha degani odamlarga ozor berishlikdan to'xtash dedilar. Go'zal xulq sohibi birovlarga ozor bermaydi. Qo'li bilan ham ozor bermaydi, tili bilan ham ozor bermaydi. Ko'rinishi bilan ham ozor bermaydi. Imo ishora qilishlik bilan ham ozor bermaydi. U inson kim bo'lishidan qat'iy nazar. Musulmonmi, g'ayrimusulmonmi farqi yo'q. Hammaning oldida go'zal xulq bo'ladi, hech kimga ozor bermaydi. Musulmonga ham, g'ayrimusulmonga ham. Hech kimga ozor bermaydi. Buning misolini Alloh taolo Qur'oni Karimda 2 payg'ambarga buyurganda dedi. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomni Fir'avnga Alloh yubordi. Fir'avnni to'g'ri yo'lga da'vat qilish uchun 2 ta payg'ambarni yubordi. Ana shu yuborganda faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siz 2 payg'ambar Fir'avnning oldiga borganingizda muloyim gapiring dedi. Mana buni bir hisob-kitob qilib olaylik.
Dunyodagi insoniyat tarixidagi to qiyomatgacha eng baxtsiz inson Fir'avn bo'ladi. Ana shu eng yomonlarning yomoniga ikkita ulug' payg'ambarni yuborganda Alloh taolo muloyim gapiring deyapti. Buni bir o'ylab olaylik. Qur'oni Karimning ta'limi shu. Yomonlarning yomoniga borganingizda muloyim gapiring, shoyat u nasihat olsa. Shoyat Alloh taolodan qo'rqsa dedi Alloh. Demak, yomonlarning yomoniga borib muloyim gapiring degandan keyin kim bo'lishidan qat'iy nazar bir insonga ozor berib bo'ladimi? Qani ayting? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. İnsanlar bilan go'zal xulq kafful ala. Ozor berishlikdan tiyilish. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham ozor bermang. Joniga ham, moliga ham, ahliga ham hech kimga ozor bermang. Ikkinchi ko'rinishi badlun nado. Kaftingiz saxiy bo'lsin. Qo'lingiz saxiy bo'lsin. Muhtojlarga bering. Nochorlarning holidan xabar oling. Alloh taolo bergan yaxshilikni boshqalar bilan birga baham ko'ring. Ana shu go'zal xulq. Bir inson yordam so'rab keldi. Qo'lingizdan kelgancha uni bo'sh qaytarmang. Birovdan yuzini suvni to'kib, boshini egib, borib yordam so'rash juda og'ir. Ana shunday holatga tushib bir bechora keldi, qaytarmang. Quruq qaytarmang. Bir zotdan so'radilar. Biz sadaqa tarqatishga vakillarmiz. Xayriya ihson tarqatishga vakillarmiz. Ba'zan eshikning orqasidan chiqadigan qo'llarda uzuklar bilan bilak uzuklar bo'ladi. Shu qo'llarga ham beraylikmi deganlarda bering dedilar. U uzuklik, bilak uzuklik qo'llar demak juda nochor qo'l degani emas. Eshikning orqasidan shunday qo'llar chiqib qoladi, shunga ham bir narsa tashlaylikmi desalar tashlaylik dedilar. U qo'l uzatish o'zi bo'lmagan dedilar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qo'lni uzatdim bering. Go'zal xulq ana shu dedilar. Va go'zal xulqning bir ko'rinishi taloqatul vajh. Ochiq yuzlik bilan qarang. Birovga xo'mraymang. Boshqalar sizni ko'rib bir xursand bo'lsin dedilar. Sizni ko'rib bir dili ravshan bo'lsin dedilar. Sizni ko'rganda g'amgin bo'lmasin dedilar. Ochiq yuz bilan qarang dedilar. Bu go'zal xulqlarni hammasini tahlil qiladigan bo'lsak, barchasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mujassami edi. Biz ana shunday zotning sohibi ummatimiz. Ana shunday zotning ummatimiz. Ana shu ummat degan so'zga loyiq bo'lib yashaylik. Alloh loyiq qilib yashash baxtini nasib etsin. Agar ana shu nomga munosib bo'lsak, qiyomatda shafoatdan umidimiz bor. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar. Qiyomat kuni menga eng yaqin turadiganingiz. Men eng yaxshi ko'radigan ummatim axloqi go'zalingiz dedilar. Rasulullohga eng yaqin turadigan ummat go'zal xulq ummat. Rasulullohning muhabbatiga sazovor bo'ladigan ummat go'zal xulq ummat. Ana shulardan qism. Ha, dinimiz ana shunday din. Islom dini go'zallik dini. Islom dini go'zal xulq dini. Go'zal axloq dini. Dunyoning narigi chekkasiga islom kirib bordi. Qurol bilan emas, go'zal xulq bilan. Go'zal xulq bilan. Oddiy bir savdogar musulmon go'zal xulq sohibi dunyoning narigi chekkasiga borib oldi sotdi qilayotganda uning to'g'riligini ko'rib boshqa din vakillari musulmon bo'lgan. Uning xulqini ko'rib musulmon bo'lgan. Dinimiz ana shunday din. Buni bilib, o'rganib, hayotimizga tatbiq qilishni Alloh hammamizga nasib etsin.
bo'layotgan to'yni yana bir bor muborak qilsin. Sababchilarni baxtli, saodatli qilsin. Xudo andalarning bog'lagan rishtalarini mustahkam qilsin. Suhbatimiz nihoyasida bir tilovat Qur'on qilib, o'tganlarimizning ruhoniyatlarini xotirlab, to'ylar bo'layotgan yoshlarga haqqiga duo qilib qo'yamiz.